Avtomatika darvozamizni bo'yi 2.75, eni 2.90 ga bo'lgan. Garajimizni devorida ozgina muammo borligi uchun biz 10 5 profil qo'yib, avtomatikani o'rnatib berdik. Mana ish jarayonimiz bitdi. Avtomatika darvozamiz temir stalnigi bo'lgan. Mana ichkaridan ko'rinishi katta radio blogimiz. Svet bo'lmagan ruchnoy holati. Garajimiz orqadan ko'rinishi. Mana o'ziga xos bejirim uslubda o'rnatib berganmiz. Mana bu orqadan yondan ko'rinishi, tepadan yuqoridan mana bu. Kimga shunaqangi avtomatika darvoza sifatli kerak bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqarsizlar. Mana ish jarayonimiz bitdi. Men akamizga pultini topshirish jarayonimiz. Aka, qutlug' bo'lsin. Bizni kuzatib borayotgan ijtimoiy tarmoqdagi akalarimizga ikki og'iz fikringiz. Men bularni ijtimoiy tarmoqdan ko'rib zakaz berdim. Ishlari yaxshi, ustalar mutaxassis ekan. Sizlarga ham tavsiya qilaman. Kamchiligi yo'q, yaxshi. Shu darvozamiz Namangan viloyati Chust tumaniga o'rnatib berdik.